eng arzon vodiy kanalida arzon narxda BYD Chin Plus elektromobili. Mashina 2022-yil 22 oxirida o'zlari olib 23 dan haydagan ekanlar. Full pozitsiyasi, buni lyuki yo'q. Hali zapas kodi kamroqlari bo'ladi. Unga adashtirmanglar, bu lyukli 500 kilometrdan oshiqroq zapas kodiga ega avtomobil. Bu balonlar oldinlari o'rtachalashib qoldi, lekin orqalari yangiroq turibdi. Orqani oldiga qo'yib olinglar, ana shu yursalar ham bo'ladi. NFC'lari bor, 5 ключевой dostlari bor, lyuklari bor. Salonlarning holati ham yaxshi turibdi ekan. Holati, ko'jalan holati yaxshi. Mana shu ozgina sirtilib qolibdi. 77 ming yurgan, besprovодной зарядчик bor ekan, eco normal sport rejimlari bor ekan, monitori bor, yuklari ishlayapti. Bir qo'l o'zlari avtosalondan olib haydagan ekanlar. Bilasizlar, bir qo'l mashina ancha tiniq bo'ladi. Hech qatida bir aybi, nuqsoni yo'q deyaptilar. Haydab turgan mashinalari endi almashtiraman sotyaptilar ekan. Bitta mana shu eshigiga toshdek bukib qo'yganda, shuning uchun septirib qo'ygan ekanlar. Xunuk turmasin deb chiroyli qilib septirib qo'ygan ekanlar. Qolgan joylari top-toza, hamma yo'nda ishib olaverasizlar. Narxi ham zo'r bo'ldi. 14200 ga